Qo'limda OPP paketining ikki xil holatdagisi turibdi. Biri pechatli va biri pechatsiz holatda. Aynan zavodimizda hozirda ushbu paket ishlab chiqarish jarayoni ketyapti. Sizlarga ushbu haqida to'liq ma'lumot beraman. Ayni vaqtda jarayon qo'limdagi pechat paketiga ketyapti. Bemalol o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Ushbu paketimiz quruq mevalar bilan shug'ullanadigan ekspertlar uchun juda ham qulay. Sababini hozir aytaman. Sababi siz ushbu paket orqali o'z mahsulotingizni sifatli va chiroyli tarzda yetkazib bera olasiz. Ayniqsa buni Yevropa davlatlariga yoki Rossiya davlatiga eksport qiladigan quruq meva bilan shug'ullanadigan ekspertlar yaxshi bilishadi. Boshida aytganimdek, pechatli va pechatsiz holatda ishlab chiqarib bera olamiz. Tavsiya sifatida aytishimiz mumkin, aynan siz ushbu holatda, pechatli holatda tayyorlatishingizni. Sababi aynan ushbu holatda sizni mahsulotingiz va xizmatingiz chiroyli ko'rinishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari ushbu yerda brendingiz bo'lsa, tekindan tekinga o'z brendingizni tanitish xizmatiga ham ega bo'lasiz. Agarda sizga ham ushbu turdagi paketlarimiz kerak bo'lsa, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bemalol bog'lanib, birinchi qo'l sifatida xarid qilsangiz bo'ladi. Va eng kamida biz 100 kilo miqdorida buyurtma qabul qilamiz.